Damaschilar, bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bozorlarda ko'rgansizlar, har xil balon qoraytiradiganlar bor. Lekin mamnaqasini ko'rganmisizlar? Da aytishinglar mumkin, ko'rinishi oddiy. Buni rezultati gapiradi. Video davomida ko'rib turinglar, effekti bilan sizlarga ko'rsatib beramiz. Balonning ahvolini ko'ryapsizlarmi? Bu balonni yuvib ham o'tirganimizda, hozir sizlar bilan effektini birga ko'ramiz. Videoda ko'ryapsizlar, effektni ko'rsatib berish uchun atidan yarmiga sepganmiz, balonimiz umuman yuvilmagan. Hozir endi sizlar bilan buni ustidan suv quyib ko'rsatamiz. Mana bu yerda ko'ryapsizlarmi, suvlarni turmayotganligini, oqib ketishini ko'ryapsizlarmi mana. O'zingizlar ko'ryapsizlar, yarmiga sepmadi, yarmi mana kir bo'lib yotibdi. Endi buni qurgan holatda ham sizlarga ko'rsatamiz. Mana oradan ham roppa-rosa 20 daqiqamiz o'tdi. Effektini ko'ryapsizlarmi akalar? Balonni umuman tozalamasdan turib balon qoraytiradiganimizni sepganimizda shunaqa rezultat olyapmiz. Bemalol kimga shunaqa balon qoraytiradiganlarimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz yoki Uzun Market, Yandex Market orqali ham xarid qilishingiz mumkin.